Azizlar, dasturimiz davom etadi. Mana shunday ajoyib sahifalardan so'ng bizning navbatdagi mehmonlarimizni tanishtirib o'tamiz. Termiz davlat pedagogika institutining turli xil fakultetlaridan ustozlar hamda talabalar ishtirokida, undan tashqari Termiz iqtisodiyot va servis universitetining o'qituvchilari ham yaqinda albatta 2025 Innovik 2025. Innovik 2025 ko'rgazmasida o'z loyihalari bilan ishtirok etib kelishdi va yaxshi natijalarni qo'lga kiritishgan va bularni albatta keling bularni o'zlaridan ushbu ma'lumotlarni eshitsak. Marhamat. Kimdan boshlaymiz? Xush kelibsizlar avvalambor. Assalomu alaykum. Studiyamizda ko'rib turganligimizdan g'oyatda mamnunmiz. Xush kelibsizlar. Hammalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. O'zi Innovik 2025 deganda bu nomni o'zi aytib turibdiki, yangilik va ijod yaratish deganida. Sizni o'zi mana shu haftalikda ishtirok etish uchun nima narsa ilhomlantirgan faoliyatingizdagi? Xabarimiz bor, bu ya'ni innovatsion g'oyalar ko'rgazmasi. Bitta g'oyalar ishtirok etdi aslida. Hamma narsani biz bilamizki, yaratilishidan oldin uni g'oyasi paydo bo'ladi va o'sha g'oyani amalga oshirish harakatida ma'lum bir hozir biz ko'rib turgan hamma yangiliklar vujudga keladi, dunyoga keladi. Bu platforma juda ham yuqori saviyada tashkil qilindi va bu yerda ko'plab g'oyalarning amalga oshgan holatini biz ko'rdik. Haqiqatan ham respublikamizda, umuman qolaversa, o'zimizda O'zbekistonda ham va boshqa xorijiy davlatlardan ham mehmonlar tashrif buyurishdi. Biz ham shu g'oyalar ko'rgazmasida, o'zimiz innovatsion g'oyalar ko'rgazmasida o'zimizni startap loyihalarimiz bilan ishtirok etdik. Men aynan misol uchun Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tomonidan hamkorlikda tayyorlanayotgan Peganum Harmala tabiiy dorivor o'simligidan tayyorlangan choy damlamasini xalqimiz orasida umuman o'sha dorivor o'simlik sifatida foydalanish haqida startap loyiha bilan ishtirok etdim. Biz bilamizki, bu dorivor o'simlik xalqimiz orasida ma'lum va mashhur. Xalqimiz bu xalq orasida adraspan yoki isfand, isiriq degan nomlar bilan tilga olinadi. Biz faqatgina uni tutatish holatini bilamiz, lekin nimaga qarshi tutatganimiz o'zimiz bilmaymiz. Qiziq, kitobiy nomini ham bilmas ekanman. Qanaqangi bu o't ekan deb o'ylab o'tirdim hozir. Peganum harmala o'simligi mana bu ko'rinishi hammamizga tanish bo'lgan. Ma'lum va mashhur o'sha grippga qarshi vosita. Shamollashga qarshi vosita. Grippga deymiz, bu antibakterialni, antiseptik vosita, ya'ni bakteriyalar, biz bilamizki, patogen mikroorganizmlar mavjud. Biz kun davomida havodan nafas olamiz, ovqatlanamiz, o'sha qo'limiz bilan birgalikda o'sha ovqat bilan qo'shilib inson organizmiga tushib oladi. Bu endi havoga nisbatan yengil bo'lgani uchun muallaq turadi va nafas olish yo'li bilan yoki ovqatlanishimizni og'zimizga ochish yoki ovqatlagan qo'nadi, biz o'shani yeb yuboramiz. Va ana o'sha patogen mikroorganizmlar inson organizmiga tushib oladi, burun bo'shlig'i orqali va burun shilliq qavatiga yopishib oladida, o'sha inson immun tizimiga ta'sir ko'rsata boshlaydi. U chiqib ketmaydi, yopishadida, o'sha kundan kun o'shani zaiflashtirib, vujudini keyin og'irlashtirib yoki boshqa xil virus kasalliklarini yuzaga keltiradi. Bu endi bu o'simlik xususida qadimdan o'sha biz bilgan mo'jizaviy, hatto bir sehrli ham deb juda bo'rttirib aytiladi. Haqiqatan ham ko'plab kasalliklarni davolashda Avestoda ham yoki bo'lmasa Hazrati Ibn Sino asarlarida ham, tib qonunlarida ham keltirilgan. Nomma-nom qancha miqdorda qancha qo'shsa qancha kasalliklarga davolik xususida fikrlar keltirib o'tilgan. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra mana bu sintetik preparatlar, dori vositalarining kirib kelishi o'zimizda xalq an'anasida foydalanib kelayotgan barcha dorivor o'simliklarga nisbatan odamlar ishonchsizligini yuzaga keltirdi. Mana shuncha foydalandim, bo'lmadi deydi. Men bu dori olgan edim, yaxshi bo'ldim degan ko'rinishdagi fikrlar paydo bo'lib qoldida, bu narsalar bizdan sekin uzoqlashdi. Lekin oldin bunaqa antibiotiklar yoki boshqa turfa xil dori vositalari bo'lmagan. Lekin shu bilan ham o'sha davrda ham odamlar yashagan, yaxshi ijod qilgan, boshqa qilgan. Hozirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, hozirgi odamlardagi salomatligiga nisbatan bundan biroz oldinroq. Gapingizga qo'shilaman. Endi mana shu gapni aytib o'tmoqchi edim. Bizga qaraganda sog'lomroq ham bo'lishganlar. Ham ko'rish tizimida, ham eshitish, ham oshqozon ichak traktida, immunitetni balandligi
ayniqsa jigar faoliyati bilan bog'liq muammolarga kam duch kelishgan. Lekin hozirgi shuncha dori-darmonlarning ko'pligiga qaramasdan hozirgi bizda aksariyat holatlarda kasallar soni miqdorining oshib ketishi. Biz endi mana shuni nimaga olib chiqyapmizki, hozir mana shu barg qismlarida, yumshoq to'qima qismlarida, o'simlikning yumshoq to'qima qismlarida bir qator mikroelementlarning mavjudligi, misol uchun kaliy deymiz, inson organizmi uchun mavjud zarur bo'ladigan magneziya yoki железо preparati, o'sha temir moddasi, kaliy, bularni qimmat preparatlar hisoblanadi, sotyapti ikkala sintetik yo'l bilan. Lekin o'sha manbalarda kelyaptiki, hammasi bittada bor deyapti. Alyuminiy bor, nikel bor, xrom mavjud deyapti. Bitta o'sha mana shu o'simliklarda mana shuncha narsadan iborat deyapmiz-da. Ana o'shalarni endi biz ilmiy yondashib o'shalarni o'sha bobolarimiz asarlaridan, xalqlarimizni asarlaridan foydalanib, shuni dori texnologiyalar ishlab chiqarishda foydalanish. Biz statistik ma'lumotlarda hozir aynan televideniya orqali aytishdan nima qilaman, chunki katta milliardlab dollar pullarimiz o'sha xorijga o'sha antibiotiklar sotib olish uchun sarflanyapti-da. Endi biz agar mana shu o'zimizda yetishtiriladigan bepoyon dalalarimizda o'sha Jizzax, Samarqand hududlar, tog' oldilarida o'zi yovvoyi holatda o'sadi. Bu bizga tabiatni bergan bir mo'jizasi. Mo'jizasi. Ana o'shalarni endi biz olib o'shalardan dorivor o'simlik damlama choy qilib tayyorlanadigan bo'lsak, birinchi navbatda bu ham mamlakatimizdagi aholimizni sog'lik salomatligi inobatga olinadi va ikkinchidan o'sha dori texnologiya ishlab chiqarishda bir yutuqlarga erishamiz. Sababi bu preparat, bu dorivor giyoh hamma joyda o'smaydi. Bu faqat Markaziy Osiyo, Afrika davlatlarida yoki yana qaysidir sanoqli davlatlarda o'sadi, lekin asosan o'sha Markaziy Osiyo yetishtirib beruvchi mamlakat hisoblanadi. Va shuning uchun bizga bu ham arzonga aylanadi, ham bu bizga juda ham foydali bo'ladi o'zimizdan boshlaydigan bo'lsak-da. Mana shuni hozir biz endi chiqarmoqchimizki, shunaqa qilaylik. Bu hali aprobatsiya, ya'ni sinov bosqichida ketyapti. Lekin yana shuni aytishimiz kerakki, buni isiriq ekan men bilaman deb uni borib birdaniga choy qilib damlab ichish ham zararli, chunki bu toksik modda hisoblanadi. Tarkibida toksinlar mavjud. Garmalin, garmin, peganin, alkaloidlari mavjud. Bular biz bilamizki, inson markaziy nerv sistemasiga ta'sir qiladi. Bu eng qiziq tomoni shundan iboratki, Rossiya farmakopeyasi, umuman o'sha Belorussiya, Ukraina, Yevropa mamlakatlari farmakopeyalarida bu modda zapret qilingan, ya'ni taqiq qo'yilgan. Sotish, olib yurish, tashish, iste'mol qilish taqiqlangan. Bu o'sha narkotik preparatlar, psixotrop moddalarni olib yurish bilan bir xil statiya. Bir xil statiya qo'yiladi, u sen isirig'ida, nashamasida yoki boshqa nashmasida buni dokazat qilish foydasi yo'q. Kiritildimi bo'ldi. Mana shu uchun mana ko'p fuqarolarimiz, men o'zim xorijda o'sha Sechenov nomidagi Первый Moskva birinchi o'sha tibbiyot akademiyasida tahsil olganman. Ko'plab fuqarolarimiz mana uyiga bilan Rossiyada hamkorimiz-ku, o'sha mehnat hamkori ishlaydi, boshqa qiladi, kasal bo'lib qoldim desa, u xavotir olgan ota-ona unga isiriq jo'natadi. Mana shuni xonangga tutatgan, o'shandan foydalangin deydi. Lekin u bilmaydi, u Rossiyada kelayotganda chegaradan, lentadan ko'rinadi nima bo'layotganini. Oladi, o'sha narkotik tashishda ayblaydi. Qancha fuqarolarimiz hozir qiynalyapti o'sha xorijda qamoqxonalarda ko'pchilik. U bezagovor, hech qanaqa uni nima edi deb so'ramaydi. Birdaniga statiya qo'yadi. Adashmasam studiyamizga choylaringiz bilan kelgansizlar. Da. Choyimiz bilan tashrif buyurdik. Qani bir baho bersak. Beringlar. Qani bir ichib ko'ring-chi. Gapirtiradigan choy emasmish qilib bu? Haqiqatni gapirtiruvchi choy emasmi? Endi sehri bor, endi hali o'rganilmagan bir qalay uni sirli tomonlari bor. Endi o'rganyapmiz, haqiqatan ham o'zimiz ham iste'mol qilyapmiz, foydali xususiyatlarini ko'ryapmiz. Nima desam ekan? Ham shirin, ham achchiq, bitta ta'mda mujassam. Da. Isiroq choylari desam bo'ladi. Endi buni hali endi o'rganyapmiz, buni o'zi achchiq bo'ladi. Korrigens deymiz, ya'ni yumshatuvchi, ta'm beruvchi qo'shimcha dabavkalar, qo'shimchalar qo'shiladi hisobida.
shu hisobida endi asal qo'shamiz yoki endi boshqa narsa endi bu o'zimizga shirinroq xushta'mroq qilish uchun da attak bo'lmasa agar achchiq bo'lsa ham bu me'daga tegadi ham jigar tizimini zararlashi mumkin, oshqozon ichak traktiga zarar berishi mumkin. Shuning uchun biroz ishlov beryapmiz va yana shuni iltimos qilamizki, endi ko'pchilik xalqimiz, aholimiz sodda tez qabul qiladigan xalq bo'ldi, o'rganib oldim deb uni damlab ichish mumkin emas, chunki aytib o'tyapmizki, bu toksik ahamiyatga ega. Chunki doza miqdori degan narsa bor, doza ya'ni me'yor bor. Uni ichishi albatta o'zini shuning uchun mutaxassis maslahati bilan tavsiyasi ko'ra tavsiya qilish, ichish tavsiya qilinadi. Xo'p, demak, ushbu loyiha o'zini oqlab chiqsa, demak, siz yuqorida sinov muddati deb aytdingiz. Mana shu choyni biz qayerlardan olishimiz mumkin? Buni agar biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, buni kelajakda bemalol xalqimiz olish quvvatiga, qurbiga, qobiliyatiga ega narxda bo'ladi, xudo xolos, chunki bu o'zimizning milliy mahsulot, dorivor tibbiy xomashyo. Ana shuni endi sotuv aptekalariga ertaga chiqaramiz. Keyin qolaversa o'sha ta'lim muassasalariga fitobarlar tashkil qilib, agar ertaga mana shu gapingizga oliy ta'limda o'sha chunki bu energetikani ham qancha miqdorda qimmat narxda olamiz. Energetik adrenalin yoki boshqa moddalar bor deb tarkibida sintetik sotuv nimalarni sotishyapti, ichimliklarni. Yoki bo'lmasa tabiiy damlama choylari deb ham qimmat narxlarda xorijda ishlab chiqarilgan choylarni ham olib ichishyapti-da. Agar buni chiqaradigan bo'lsak ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan, ham qolaversa kelajakimiz uchun avlod, kelajak yetishib kelayotgan yoshlarni ham ongi, salohiyatiga biz bilamizki, bu nozik nuqtalari juda ko'p. Insonni salomatligi, ilmiy salohiyatini cheklash, o'sha aqliy qobiliyatni rivojlantirmaslik xususiyatlari ham mavjud farmakologiyada. Nima uchun? Chunki biz hammani do'st deb bilmaymiz. Chunki maqsadi nima? Balki o'sha butun genni yo'qotishmi, balki yoki boshqa maqsadini biz bilmaymiz-da. Olamiz, yaxshi bo'ladi, lekin kelajakda nima bo'ladi? Chunki biz bilamizki, antibiotiklarning salbiy ahamiyati o'sha bolani, homilani da ona qornidan bolani miyasigacha yetib borish. O'sha bolani yoki bo'lmasa o'sha tug'ilgandan keyin ham immunitet tizimining pastligi, kasallikka qarshi kurasha olmay qolish qobiliyati ham tushib ketishi. Tashakkur bildiramiz. Tashakkur. Siz bilan juda ham bir sermazmun, samimiy suhbat bo'ldi. Bizda navbatdagi ishtirokchilarimiz ham bor. Ularga ham so'z beradigan bo'lsak, marhamat, o'zingizni tanishtiring va ushbu haftalikda qanday innovatsion g'oya bilan ishtirok etgansiz? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bu bizning g'oyamiz Innovatsion 2025 chegarasi g'oyalar tadbirida respublika bosqichida ishtirok etdik. Termiz davlat pedagogik instituti jamoasi bilan birgalikda, ya'ni 9 nafar ishtirokchi ishtirok etishdi. Bu e'tirof etiladigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni 8 nafar professor o'qituvchi hamda 1 nafar talaba, bakalavr darajasi talaba ishtirok etib kelishdi. Ya'ni bu davrda respublikamizning turli hududlaridan oliy ta'lim muassasalaridan xorijiy olimlar ishtirok etishdi hamda o'zlarining fikrlari bilan yangi g'oyalar bilan ishtirok etishdi. Xususan bizning institutimiz jamoamizdan ham o'zim yosh muhandis loyihasi doirasida ishtirok etib qatnashdik hamda turli konferensiyalarda ishtirok etdik. 5G innovatsion g'oyalarda hamda yosh olimlar konferensiyalarida ishtirok etib o'zimiz fikrlarimiz bilan qatnashib keldik. Ya'ni bu qatnash jarayonida o'zimizga kerakli bo'lgan fikrlarni oldik hamda loyihamiz doirasida yosh muhandis doirasida, xususan chizmachilik doirasida prezidentimiz qarori bilan, ya'ni 2030-yilgacha harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi. Ya'ni bu harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan jarayonda, ya'ni yoshlarni, yosh muhandislarni tarbiyalash, buni qanday qilib amalga oshirish kerakligi urg'u berib o'tildi. Ya'ni har bir tuman, maktab, viloyatlarda muhandislik maktablarini tashkil etish g'oyasini ilgari surdi. Bu jarayonda xususan yana chizmachilik darslari bilan, tasvir san'at fan darslari bilan, texnologiya darslari bilan bog'liq fanlar hisoblanadi. Ya'ni yoshlar bularni bog'chadan, maktabdan tarbiyalab borish doirasida amaliy ishlar amalga oshirildi. Ya'ni bizda g'oyamiz shundan iborat ediki, 3D printerlar yordamida o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish, shakllantirish g'oyasi fikr ilgari surilgan. Ya'ni Fazoviy dedingizmi? fazoviy holat. Aynan bu qanday ishlaydi? Aynan o'sha printer, AutoCAD dasturlarida, 3D dasturlarda yaratilgan matnlar, ya'ni afqorat resurslar, anaqasi modellar 3D printerga yo'naltiriladi, yuklanadi hamda 3D printerdan o'sha holat 3D printerda qo'l bilan ushlab ko'radigan darajada, ya'ni fazoviy holatimizni chiqara olamiz. Fikrimizni
qolganlarga nisbatan talabalarga, o'quvchilarga yetkazib bera olamizda. Bunda nafaqat o'sha 3D modelda modellarni yoki o'sha skelet ko'rinishlarini, hayvon ko'rinishlarini yoki bo'lmasa boshqa fazoviy xayoldagi barcha narsalarni chiqarishimiz mumkin. Shunday holatda fazoviy holatni rivojlantirishga urg'u berib o'tildi. Odam bilmaydi-da, qarang, o'zimizda ham shunaqa innovatsion g'oyalarni ishlab chiqadigan odamlar borligini. Albatta, siz ham bizga kelib o'zlari shunaqa tanishtirib turmasalaringiz. Rostdan ham. Xo'sh, bizda navbatdagi ishtirokchimiz bor, ular bilan suhbatlashsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sizga ham xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Tomoshabinlar, mana rahmat sizlarga taklif qilganlaringiz uchun. Biz Termiz davlat pedagogika institutidan texnologiya ta'lim va geografiya kafedrasidan o'qituvchiman. Shu institutdan 4 yildan beri ishlab kelyapman. Meni bu Innovek 2025 nima berdi? Men 2023 ga ham qatnashganman, 2024 ga ham qatnashganman, lekin 2025 men bu o'zimning loyiham bo'yicha 3 yildan beri ishlayapman ustidan. Bu mahsulot olib kirganim xalqaro mahsulot hisoblanadi. Misol Janubiy Afrika mahsuloti. Bamiya degan mahsuloti. Bu mahsulotlar shu yerda bor. Bamiya mahsuloti. Meni yangiligim shundan iborat bo'ldiki, bu mahsulotni men misol A, E vitaminiga ega bu mahsulot. Bu qanaqa vitamin ekan organizmda qon ko'paytirish xususiyatga ega. Bu hozir qo'llaringizda bu urug'i. Bu mahsulotni meni yangiligim nima bo'ldi? Xalqaroda buni tuzlama sifatida yoki ikra sifatida qilinadi. Misol bu sahrga davo. Bu aslida asosiy nimasi sahr bilan qonni ko'paytirish xususiyatiga ega. Misol sahri bor odam shirinlik iste'mol qila olmaydi. Bilsangiz, meditsinada men ikkinchi mutaxassisligim biolog. Birinchi mutaxassisim texnologiya ta'lim. Ikkinchi mutaxassislikka qiziqqanim uchun bu mahsulotni men O'zbekistonga olib kirdim. Ya'ni bamiya mahsuloti Janubiy Afrikada 1,5 metrgacha bo'ldi. O'zimizda ayniqsa Surxondaryo hududida 3 metrgacha bo'ldi bu mahsulot. Chunki issiq hududligi uchun hozir 7 ta viloyatga ekkanmiz bu mahsulotni. Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Surxondaryoda va Qashqadaryo, Namanganlarda bor bu mahsulotlar. Bu mahsulot bitta narsa faqat Buxoroda salgina bizga effekt bermadi. Sababi yerning bag'ri sho'rligi hisobidan bermadi. Bu mahsulotning yangiligi variyani sifatida, shirinlik sifatida olib kirdim. Bu Innovekda shirinlik mahsulotda mana bu yerda shirinlik mahsulotda kirgizganman. Ya'ni iste'molga yaroqli variyani sifatida. Tatib ko'rishingiz mumkin bemalol. Mahsulot sifatida bu mahsulotimiz, ya'ni e'tibor bersangiz, mana asalarichiligimizda mahsulotni mana shunday ko'targaningizda shirasi 10 tagacha sanasangiz uzilmaslik kerak. Bu mahsulot mana shunday holatda shirinlik. Jeliga o'xshaganday insonlar bu organizm juda ham foydasi bor. Sababi, masalan, qandli diabetdagi shirinlik iste'mol qilmaydiganlar bular bemalol iste'mol qilishi mumkin. Bu jahon bo'yicha birinchi marta shu Innovekka men o'zim bu g'oyam shu bir hafta ichida paydo bo'ldi. Qanday qilsam? Chunki bu g'oyalar bor. Kofe sifatida iste'mol qilish bor, urug'ini yoki varin sifatida, nima ikra sifatida, tuzlama sifatida, lekin shirinlik sifatida qani shu sahri bor insonlar bo'lsa, bemorlar bo'lsa, shirinlik sifatida iste'mol qilish. Bunda qisman shakar solingan, uncha shakar solinmagan. Lekin o'zi shu holatda mana shu jele sifatida shirinlik xususiyatga ega. Iste'mol qilishlaringiz mumkin bemalol. Nima qilib? Shunday mahsulotga ega bu ya'ni o'zim hozir qizim 1 yoshi 1 oylik qizcham bor. Chunki katta qizimdan nisbatan kichkina qizimning ongi boshqacharoq. Sababi misol yosh bolani mashinani boshqacharoq qilib yosh boladek gapirsangiz yoki boshqa narsalarni yosh boladek gapirsangiz, unda yosh boladek gapirsangiz anglolmaydi. Kattalardek. Hol 1 yoshi 1 oylik. Bunga sababni nima qilib ko'rsatmoqchisiz? Mana shu mahsulotni ong sifatida men tajriba sifatida qilib ko'rganman. Bu narsani ommalashtirishmi? Shu ommalashtirish, keyin mana shunday firmam bor o'zimni. Shantixonim firmasi, firmam bor. Hozir institutimiz bilan shartnoma qilganman. Ustozimiz Hasanov Azizbek Baxtiyorovich bilan nasib bo'lsa issiqxona yaratib, bu mahsulotni misol turishi ilmiy ish turishida shu tomiridan to mevasigacha, mevasini qurigandan keyin ham tomiridan tayyor dag'al ip olish. Ham biologik tarafdan, ham
texnologik tarafdan dag'al ip olinadi tabiiy holatda. Rang bermasdan holatda ham ip olinadi. Buni chunki qizil turi, sariq turi, yashil turlari mavjud. Va o'zimizda Termiz hududida chegara mahallasida urug'larni tarqatganman. Urug'ni tarqatib, shu xalq orqali shartnoma qilganmiz. Xalqdan o'sha dalalarga ekib, maxsus urug'larni olib, maxsus shu o'zimizda firmamizda rivojlantiryapmiz. Demak, bu orqali daromad ham topyapsiz. Daromad topyapman. Mana shu 3 yil ichida 200 milliongacha daromad topdim. Bu hali u darajada erishmagan bo'lsam ham, lekin Innovekda ikkita firma orqali, bitta xorijiy firma, bitta Angren asalarichilik firmasi bilan shartnoma ham qilib keldim. 150 millionlik. Tashakkur bildiramiz va keyingi mehmonlarimizga yuzlanamiz. Marhamat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men To'xtamurodova Feruza, Termiz davlat pedagogika instituti biologiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasiman, bakalavriat. Innovek xalqaro ko'rgazmasida o'zimning chayonlardan zahar olish bo'yicha ilmiy loyiham bilan qatnashdim. Shunaqa. Ham qo'rqinchli, ham qiziqarli. Chayonlardan zahar olish asosan tibbiyot va biotexnologiyada muhim hisoblanadi va loyihamda tibbiyot va farmatsevtika sohalarida chayonlar zahrining o'rnini tushuntirib berish va bundan tashqari chayonlarning yo'qolib ketishini oldini olish maqsadida bir Scorpiotox laboratoriya deb nomlangan loyihamni ishlab chiqdim, ustozlarim bilan albatta. Loyihamizda chayonlarga zarar yetkazmagan holda zaharni sofligini ham bir muncha, ya'ni qo'lda sog'ish orqali zahar olish bor, oldindan ham chayonlarda. Bizning yo'nalishimizda esa Lekin bu chayonga menimcha zarar yetkazadi. zarar yetkazmaydi, lekin qo'lda sog'ishda chayonda tel son qismi zararlanib, chayon nobud bo'lishiga olib keladi. Shunaqa. Lekin xo'sh, mana shu ilon zahrini eshitganman, farmatsevtikada qo'llanishini. Xo'p, chayon zahri ham xuddi mana shu yo'nalishda foydalanadimi? Chayon zahrining toksik xususiyatlari asosan rak kasalligini oldini olishda asosan foydalaniladi. Bundan tashqari, kosmetika sohasida ham yuzni yoshartiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Og'riqni qoldiruvchi dori vositalar tarkibida ham chayon zahrining oqsillari, aminokislotalari bo'ladi. Haqiqatan da. Qanaqadir nima deyishimni ham bilmay qoldim. Juda zo'r ishtirokchilar. Biz bu loyiha bilan Innovek xalqaro ko'rgazmasidan tashqari Ulug'bek vorislari 2025-yilda bo'lib o'tgan respublika tanlovida ham muvaffaqiyatli qatnashganmiz hamda bu 3 bosqichda bo'ladi asosan. Uchala bosqichida ham g'olib bo'lib, grantlarni qo'lga kiritganmiz. Va ishlaringizga omad tilaymiz, juda zo'r. va chayonlarni asosan men Oltinsoy tumani Vahshivor qishlog'idagi chayonlar turlaridan foydalanaman. Ya'ni bu Mezobutxis epius, sariq chayon turlari, sariq chayon turi o'zi Butxis oilasida o'sha toksikligi jihatdan rak kasalligini oldini oluvchi oqsillari, toksiklari kuchliroq va ko'proq bo'ladi. Shu sababdan ham sariq chayon turidan foydalanish maqsadga muvofiqroq, ya'ni maqsadga muvofiq hisoblanadi. Boshqa turlarga nisbatan toksiklik xususiyati yuqori hamda bu O'zbekistonda Qizil kitobga kiritilmagan tur hamda bizda moslanish jihatdan yuqori hisoblanadi. To'g'ri. Xo'sh, mana shu g'oyangizni moddiyalashtirdingizmi? Moddiylashtirish hali amalga oshgani yo'q. Hozir loyihamiz laboratoriya bosqichida, ya'ni laboratoriya sinov bosqichida. Biz chayonlardan zahar olib, u zahar yana necha kunda qayta ishlanishini ko'ryapmiz. Ya'ni bunda chayonlardan qayta yana foydalansa bo'ladi. Qoyil. Chayon demak nobud bo'lmaydi, hech qanaqa. Nobud bo'lmaydi, ekologik jihatdan ham, innovatsiya jihatdan ham ustun hisoblanadi. Xo'p, zahar olingan chayon yana o'zida adashmasam zahar to'playdi. Ha, shunday. Birmuncha O'sha chayon uchun zahar o'zini himoya qilish hamda ov qilishda kerak hisoblanadi. Shuning uchun ham unga yana kerakligi, o'zi yana to'plash qobiliyati o'zida saqlanib qoladi. Ya'ni ixtiyoriy zahar beradi bizda. Juda ham sizlar bilan sermazmun samimiy suhbatning guvohi bo'ldik. Hammalaringiz nima desam ekan, yosh bo'lishlaringizga qaramasdan, mana yoshlarimiz bor ekan, yosh bo'lishlaringizga qaramasdan juda ham bir
ilg'or dadil qadam boshlayapsizlar va har bittalaringizni ushbu loyihalaringizni qo'llab-quvvatlaymiz va siz tomon bo'lamiz. Albatta bunaqa narsalarni xalqqa taqdim qilmasak, olib chiqmasak bo'lmaydi. Rahmat har bittangiz uchun, ishtirokingiz uchun. Marhamat, ustoz sizdan boshlay qolsak, bugungi fursatdan foydalanib sizni tomosha qilib turgan yaqinlaringizga, qadrdonlaringizga salom taklif qilamiz. Endi hammamizga, umuman vohamizga, hammaga sihat salomatlik tilaymiz avvalo. Har xil zaharli dori preparatlaridan ehtiyot bo'lishini tavsiya qilib qolamiz. Rahmat e'tibor. Tashakkur. Avvalambor tashrif buyurganimiz shu chaqirganingiz uchun rahmat. Sizlarga minnatdorchilik bildiramiz hamda institutimiz jamoasi rahbariyatiga, Termiz zavod pedagogik instituti rahbariyati Azim Hasanovichga hamda ilmiy tadqiqot markaziga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyingi anaqalarga yoshlarni taklif qilib qolamiz, innovatsion ko'rik tanlovlariga. Tashakkur. Men hammalaringizga rahmat deb qo'yamiz. Pedagogik institut nomidan, rahbariyat nomidan, shu tomoshabinlarga ham rahmat bizni kuzatib borib, yuqorida ustoz aytganday dorilariga, ya'ni keraksiz dorilarga ishonib qolmasinlar. Kerakli Hamma narsa o'zimizda tabiiy, o'zimizda O'zbekiston chunki quyoshli nimaligi uchun, tabiiyligi uchun shunga taklif qilamiz. Kelsinlar, uchrashamiz, uchrashuvlar tashkillashtirsinlar, boramiz. Shunday nimalar bilan o'zimiz nima qilamiz? Avvalo nima qilib rahmat sizlarga. Tashakkur. Marhamat talabamiz. Avvalambor shu yerga taklif qilganlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman va meni yutuqlarimga sababchi bo'layotgan ustozlarimga va ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yutuqlar faqatgina meni emas, bu yutuqlarni erishishimga ko'pgina ustozlarimning mehnati singan, ilmiy rahbarlarim va bundan tashqari institutdagi barcha ustozlar meni oldinga qadam tashlashim uchun poydevor sifatida ancha xizmatlari ketgan. Joningiz sog' bo'lsin. Har bittalaringizga albatta ishlaringizga omad tilaymiz, ulkan muvaffaqiyatlar sizlarga yor bo'lsin. Albatta. Yutuqlaringiz bundan-da ko'payaversin deymiz va bundan-da yuqori natijalar bilan sizlarni yana keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Va azizlar, mana shunday ajoyib kayfiyatda biz dasturimizda davom ettiramiz. Bizda hozir aynan baxt sari sahifasiga navbatni beramiz. Undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat azizlar.